Kannibalizm kasalligi nima deb so'raganlarga bu videoni bemalol jo'natib berasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana kannibalizm kasalligi mana. Jo'jalar bir-birini cho'qiydi, haromilar yevoradi bir-birini. Hushyor bo'lish kerak. Bu hali boshlanishi. Mana yerda ham 100 ga yaqin yarador jo'jalarimiz bor. Ularni ham alohida qilib, srochni alohida qilib ajratib qo'yganman. Bularni ham tezroq bog'dan ham alohida qilmasam, bu tomondan ham bir-birini cho'qiyapti bog'da ham. Xullas, holat qanaqa bo'ldi, jigarlar? Qaranglar. Holat ertalab kirdim, soat 8 da. Kirsam, suvlari yo'q, qurib yotibdi, yemlari yo'q. Kech payt berishim kerak edi, bermadim. Ertalab beraman deb kirsam, shu ahvol, bir jo'jalar bir-birini cho'qib yeb yotibdi, va hatto o'lganlari ham bor. Xullas, kashamalashib bo'layotgan ekan bu joyda ertalab. Sразу keyin suvlarni berdim, yemlarni berdim. Cho'qigan jo'jalarimizni olib qo'ydim, o'lganlarni ham oldim. Cho'qiganlar alohida 100 tachasi cho'qibdi jo'jalarimizni. Hammasi alohida qilib, srochni teryapman. Hozir pastki yo'q, qolmadi pastki, hammasini terib bo'ldim, ba'zi cho'qiganlari yo'q. Sразу vitaminlarni bosib berdim. Sizlarga eslatma, hushyor bo'linglar, kichkina jo'jalaring bo'lsa. Ba'da ham jo'ja ham ko'pda, o'zi katta bo'lgani sayin jo'jalar o'zi sig'maydi, o'zidan ham issiqlik chiqadi. Havo ham yordam bera olmay qoladi, kerak bo'lsa, ventilyatorlar ham yordam bera olmay qoladi. Shunga hushyor bo'linglar. Bizda ham hozir to'g'richa issiq, 30 gradus turibdi. Endi ko'cha haroratda turibdi. Xudo xolasa, bugun jo'jalarimiz o'sha olib tushar ekanmiz, pastga olib tushmasak bo'lmas ekan. O'sha bo'lmayapti. Xullas, ehtiyot bo'linglar. Sizlarda ham shunaqa holat kuzatilgan bo'lsa, cho'qishlar boshlangan bo'lsa, vitaminlarni olib kelib qo'yinglar. Vitaminlarni bosib berib, Kobel degan tabletka bor. Tabletkani olib kelib 1 litrga bitta donasini eritib ichqizinglar. Keyin iloji bo'lsa, mana yemga baklashga tuzli suv qo'shalaring, qopqog'ini yarim ochib turib, aylantirib, sal namroq qilib bersalaring yemni sразу to'xtaydi bu narsa. Hozir meni bilishim bo'yicha o'sha menda yemi suv qolmaganiga cho'qigan jo'jalarimizni. O'zi bu narsa kannibalizm menda o'tib ketib bo'lgan. Bu narsa o'zi aslida o'sha 15 kunligidan boshlanadi, 25 kungacha bo'lgungacha davom etadi bu narsa. O'zi menda bitta bo'lib o'tib ketgan, chistamo, originalim. Bu Andijon qora jo'jalarining qonida bori, o'sha o'tib ketgan. Hali nima deydi, qana tushuntirsam bo'ladi sizlarga. Bu o'sha o'zimning ehtiyotsizligim tufayli bo'lyapti. Bu narsa meni o'zim qaramaganim sababli bo'lyapti. Sizlar ham hushyor bo'lib qarab turinglar. Bu jo'jalar har doimgidek aytaman, kechirmaydi. Umuman kechirmaydi. Xullas, ertalabki menga jackpot bor.